Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun ko'rsatuvimiz davomida biz siz bilan tumanimizning ko'zga ko'ringan korxonalaridan biri Ko'kpataz Qo'rg'onda joylashgan geologiya razvedkasi, ya'ni kon qidiruv bo'limining boshlig'i, bugungi kunda sobiq boshlig'i Jumayev Said ochilish to'rlarida suhbat olib boramiz. Keling, bu insonning qilgan mehnatlari evaziga topgan obro'lari, u kishini e'tiborga sazovor bo'lganliklari to'g'rilarda yaxshi rafiqalari Baxmal ayadan eshitamiz. Marhamat, tinglang. Man Davlatova Baxmal. Ana shu Said Ochilishni ayollari bilaman. Bizlarni hayotimiz ana bir qishloqda birga o'sdik, bir sinfda o'qigan bizlar. 69-yilda to'yimiz bo'lgan. To'yimiz bo'lgan paytlarda 1-kursni tugatgan edilar bu kishi. 4 yil universitetda o'qidilar. Men keldim, keyin 2ta bolalik bo'ldik. 72-yil ana shu Davg'izga kelib birinchi ishni boshlaganlar. Birinchi ochilgan vaqtlar bo'lgan bu yerlar. 73-yilda uy olib bizlarni ko'chirib kelganlar. 2ta bolam bilan ko'chib kelganman. Ana shu Mashrab o'g'lim 2 yoshar edi shu yerga kelganda. Qizim bor edi 2 oylik qo'limda. Shundan ana hayotimiz boshlanib ketdi. Sharoitlar bu yerda juda ham og'ir ekan. Ana shu qancha qiyinchiliklar, shuncha to'siqlardan o'tib, tinmay mehnat qildi, izzat obro'y orttirdi. 28 yil ishlagan mana shu Davg'izda shu kishi. O'zim ham polavoy rabotchi bo'lib ishlaganman. 89-yilda keyin drop sexga, laboratorniy sexga o'tganman ishga. Geologlikdan boshlab u kishi ishladi, ishiga qarab bular pog'ona bordi. Ana nachalnik uchastka bo'ldi, nachalnik partiya bo'ldi. Har doim ishlaridan boshliqlar mamnun bo'lib yuradi bu kishini. Kelayotgan kishi shu kelsa, birinchi shu kishini uchastkalariga boradi. Hamma vaqt ishidan faxrlanib yuradi. Boshlig'imiz bor edi. Arkadiy Salomonovich deydi, Yaroqov rahmatli o'tib ketdi. Juda hurmat qilaydi bu kishini. Chin yuragi bilan ishlayotgani uchun aytganidek ishlaydi. Ko'ngliga yarasha shularni hurmat qilib yuradi. Ikki minginchi yilgacha shu poliya partiya ishlari bilan ishlab yurib, 2000-yilda 90-yilda mana Ajibugit nimasini ochdi. Shuni topdi bular. Murusov rahmatlik ishladi birga. Esanov Rustam degan bir geolog bola ishladi. Shu ochilish marosimlariga borganman shu Ajibugitga. Qo'yda 1-2 tushta qo'ylarimiz doim boqib yurdik. Bitta to'qilini olib patir yopdim, non yopdim. Ajibugitga bordik. Hozir yursam ham topaman qayerdaligini shuni. Havo issiq payt edi. Bu yerda bir koreys ministr edi. Viktor Pak deydi otini. Shular kelgan 2ta ovozlikda
Polyaga bordik, mol olib, narsa qilib borsak, bir Ziyodulla bova degan bir rahmatli ajoyib inson o'tgan. Shu kishi qaravoy tikib, kelinlarini olib kelgan, mehmonlarni kutib o'tiribdilar. Bordik, o'tirdik, ziyofat qildik. Shunda eslayman, shu qaravoydan bir kishi chiqib keldi. Arqamda turib gapirib o'tiribdi. Buni qayrilib qaramaganman kimligini. Oti familiyasini ham bilmayman shu kishini. Kelin dedilar. Ha desam, kelin siz hech qachon dialogga turmushga chiqdim deb afsuslanmang. Qarang, davlatimizda shunday konlarni ochib berdi Saidjon. Hamma vaqt faxrlanib yashang Saidjon uchun. Bu issiqlar, bu shamollarda yashatdi mani deb hech qachon afsuslanmang dedi. Shu inson shu gapi hech esimdan chiqmaydi-da. O'tirdik, bular yeb, ichib, mana shular bilan bir davrada o'tirganman. Keyin 2000-yilga borib Murintovga ishga oldilar. Bu yoqda 2 yil turdik. Ko'kpatasga bordik, o'rda 7 yil ishladik Ko'kpatasda. 5 yil ishladik, Darmitonga oldi, o'rda 2 yil ishladik, yana qaytib nimaga keldik? Ko'kpatasga. 11 yil shu rahbarlik sohasida ishlaganlar. Bizlarni oilamiz juda tinch totuv bo'lgan. Xudoga shukr, farzandlar ham. Ular bir yomon so'z aytib, so'kinish nimaligini bilmaydi. Xo'jayinim ham yaxshi inson edi. Qayerga borsak birga yurdik bizlar. Bir o'g'li nevaralarim bittasi savol berdi menga. Siz shu hayotingizni qaytadan shu kelganingizda qanday hayot tanlagan bo'laydingiz? Men aytdim, men qaytib dunyoga kelsam yana shu hayotimni tanlagan bo'laydim dedi. Chunki yaxshi yashadim. Shunda aytadi, men ko'pchiliklarga savol berdim, undoq qilaydim deydi. Bibijon, bitta sizdan eshitdim shu gapni deydi-da. Haqiqatda hayotimiz shirin o'tgan. Yaxshi yashadik. Agar shu hayotimni men qaytib kelib hayot boshlaganimda yana shu hayotni tanlagan bo'laydim. Chunki yomon yashamadim. Xudoga shukr, ana farzandlarim. Qancha ot-obro'ylarga ega bo'ldim, izzat hurmatlarni ko'rdim. Xohlagan joyga bordik. Ana Xudoga shukr, farzandlarim ham shu otasini yog'ini ham bildirmaydi hozir. Shularni boriga shukr. Ilohim yotgan joylari jannatlar bo'lsin. Har doim el ardog'ida bo'lib keldi. Xudo u dunyosini ham bergan bo'lsin. Men Xudodan shuni tilayman, joylari jannatlar bo'lsin.